Assalomu alaykum qadriyat nemis tili kanali kuzatuvchilari. Bugun va'da qilinganidek sizlarga 3-darsimizni o'tib beraman. Demak, mavzuyimiz haben va sein yordamchi fe'llarining presensda tuslanishi. Xo'p, demak, birinchi bo'lib habendan boshlaymiz. Habenni presensda tuslanishi. Singular o'tgan safar yozgandim, ya'ni birlik, plural, ko'plik. Singularda qarang, ich habe, du hast, er sie es hat. Plural, wir haben, ihr habt, sie haben, sie haben. Demak, kishilik olmoshlarini o'ylaymanki o'tgan darsda tarjimalarini yozib bergandim, yodlagansiz, o'rgangansiz, o'shaning uchun yozib o'tirmadim o'zbekchasini. Demak, bularga misollar ham berganman. Ich habe ein Buch. Menda kitob bor. Ikkinchi misolimiz hat ein Heft. Unda daftar bor. Bu haben fe'limiz ingliz tilidagi have'ga birga bir tushadi desak ham bo'ladi. I have a book. Demak, uning nemis tilidagi shakli ich habe ein Buch. Nima uchun ingliz tilini qo'shib ketyapman? Chunki ko'pchilik baribir maktabda, universitetlarda ingliz tilini o'qigan, ularga tushunishiga oson bo'lishi uchun shu shaklda aytib o'tyapman. Rus tilidagi u меня есть knigaga to'g'ri keladi mana shu jumla. Demak, sein fe'lini tuslanishiga qaraymiz. Ich bin, du bist, er sie es ist, wir sind, ihr seid, sie sind, sie sind. Demak, esingizda bo'lsa, men sizlarga o'tgan dars presensda kuchsiz fe'llarning tuslanishini o'tgandim va o'sha qoidaga bu ikkita fe'l, ya'ni haben va sein yordamchi fe'llari o'sha qoidalarga bo'ysunmaydi. Ya'ni siz shuning uchun bularning tuslanishini yodlab olishingiz kerak bo'ladi. Chunki zaynda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, umuman o'zgarib ketyapti fe'lni o'zagi ham. Haben biroz o'xshash, ya'ni pluralda fe'l o'zagi hab bo'ladigan bo'lsa n, t, n, ya'ni plural ko'plikda xuddi kuchsiz fe'llardek tuslanyapti, lekin birlikda ikkinchi va uchinchi shaxsda o'zagidagi b tushib qolyapti. Demak, buni ham eslab qolishimiz kerak bo'ladi. Zaynni gapda ishlatilishiga oddiy misollar yozdim. Ich bin Schüler, men o'quvchiman. Er ist Lehrer, u o'qituvchi. Ya'ni qarang, sein fe'li o'zbek tilida yo'q. Tarjimasiga e'tibor beradigan bo'lsangiz, u o'qituvchi. Ya'ni bu yerda hech qanaqa fe'l yo'q. U kishilik olmoshi, o'qituvchi esa ot. Mana shunday holatlarda mana shu sein fe'li ishlatiladi nemis tilida. Bu ingliz tilidagi to be fe'liga teng. Demak, uchinchi darsimiz mana shu haben va sein yordamchi fe'llari. Bularni tuslanishini yodlaysiz. Kommentariyada albatta bittadan bo'lsa ham misollar yozib qoldirishingizni kutib qolaman. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr.